To'xtang, bu oddiy shokoladli tort emas. Bir marta tayyorlab ko'ring, yana so'rashadi. 4 dona muzdek tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum oqini xuddi shu holatga kelguncha ko'pirtiramiz. 170 gram shakarni oz-ozdan solib ko'pirtiramiz. Tuxum sariqlarini solib mikserda 3-4 marta aylantiramiz. 250 gram unga 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq razriq ritel va 2 osh qoshiq kakao solib aralashtirib, elab solamiz. 16 diametrli qolipda 160 gradus haroratda 30 minutda pishirib olamiz. 500 gram qaymoq, 200 gram quyultirilgan sutni krem holatiga kelguncha ko'pirtiramiz. Biskvitni 3 ga bo'lib namlantirib, korj, krem, olcha, korj, krem, malina ketma-ketligida tortimizni yig'ib olamiz. Siz xohlasangiz boshqa mevalar soling. Tortimizni yig'ib bo'lgach, 3 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Ustini shokolad pastasi bilan bezatdim. Siz ham tayyorlab ko'ring va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.